O'zi xor bo'lganini, dunyoda adashib kofir bo'lib yashaganligi, xato ekanligini tushundi. Hali tanasidan ruh ajramay turib, xaridorlarni ko'rganda aqli ishladi, ko'zi ochildi, endi buni foydasi yo'q. Endi buni foydasi yo'q. Havlir rimal talufuni bal min warai wal lahdu yahki zulmatan فيها ابتلائي والنور خط كتابه أنسي لقائي أنسي لقائي bir namoz o'qidi, ikkinchisi o'qimadi. Biri roza tutdi, ikkinchisi tutmadi. Biri ota-onasini duosini oldi, ikkinchisi oq bo'ldi. Biri o'zini pokiza saqlandi uylanib, ikkinchisi zino o'tkazdi har kuni. Zino bilan kunini o'tkazdi va bu bilan faxrlandi. Dunyoda bir xil yashagandir ehtimol, lekin dunyodan chiqishi hargiz bir xil bo'lmaydi. Namoz o'qigan ham o'qimagan ham bir xil yuraveradi dunyoda. Roza tutgan tutmagan bir xil nafas olib yuraveradi. Endi-chi? Endi ham bir xil bo'ladi ahvol. Keyin ikkisi ham qabrga qo'yiladi. Endi nima boshlanadi bu yerda? Abadiy hayotning muqaddimasi. Mana bu yerda ularning holati barobar bo'lmaydi. Ikkalasi qabrga qo'yiladi. Ustidan tuproq tortiladi. Dafn qilinadi. Eng ajib narsa shuki, qabrda yotgan mayyit uni ruhi tanasiga qaytarib kirgizilgandan keyin ustiga tuproq tashlayotganini eshitib yotadi. Birodalar, bir fikr qilib ko'ringlar-da. Yotibsiz qabrda, zimiston, hech kim sizni eshitmaydi, qimilla olmaysiz, tuproqni ustiga shop tashlayapti. Bir kun turibdi oldimizda. Bu chiroyli jasadlarimiz chiriydi. Bu dunyolarimiz qolib ketadi. Bu yaxshi ko'rgan ayollarimiz, farzandlarimiz Qur'onda qo'yib ketaveradi. Yakkama-yakka qolamiz Robbimizning maloikalari bilan. Tanish bilish yo'q. Telefon yo'q. Dunyoda har qanday muammoingizni bitta qo'ng'iroq bilan hal qilib qo'yadigan akaxonlar, ukaxonlar yo'q. Bir kun turibdi, birodar, shu kun turibdi, bir kun keladi boshimizga. Shu kunga tayyorgarlik ko'raylik. Biroz oldin tirik edi bu. Odamlar bilan gaplashyapti, unga gapirishyapti. Biroz oldin tirik edi u. Dunyoda edi, yer ustida edi. Mana endi yer ostida. Tuproq ostida yolg'iz o'zi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhuga jannat, do'zax haqida gapirsa, ko'p ham yig'lamas edi, ammo qabr haqida, o'lim haqida gapirsa, qattiq yig'ladi. Sababini so'rashganida aytardiki, "Ey birodarlar, qabr oxirat manzilining birinchi bekati. Agar unda ish yengil bo'lsa, undan keyingi narsa undan ham oson bo'ladi" dedi. Alloh taolo yengil qilsin ishimizni, birodarlar. Nima yuribsan sen ham, men ham yuribman. Senda ham bor narsa, men nima farqimiz bor o'rtamizda desa aytamiz. Ha, bu dunyoda vaqtinchalik dunyoda farq bo'lmayotgan bo'lishi mumkin bir qarashda. Ammo sen ham o'ladigan kun bor, men ham o'ladigan kun bor. U kunda ahvolimiz bir xil bo'lmaydi. Iymon e'tiqodi bilan, ibodati bilan pokiza holatda dunyodan yashab o'tgan, voy bechora, yosh ketibdi demanglar, uni sizlarga rahmi kelyapti o'z aslida. U jonni topshirib oldi, xaridorlarning kimligini bildi, qabrda ne'matlar unga ko'rsatildi, jannatdagi boradigan joy ko'rsatildi. U yaxshi dunyoda sizni dunyoyingizdan. Siz o'zingizga rahmingiz kelsin. Chunki siz qanaqa ketasiz hali Alloh bilan. Birodarlar, bir kun keladi. Xaridorimizni ko'ramiz. Bir kun keladi. Bizni tanamizni ko'tarib, ruhimizni ko'tarib 7-osmonga olib chiqiladi yoki olib chiqilmaydi. Bir kun keladi, tanamizga kirgiziladi ruhimiz. Bir kun keladi, Munkar Nakir farishtaning savoliga duchor bo'lamiz, birodarlar. Mana shu kunga tayyorgarlik ko'raylik. Qabrda azob
qabrning ne'mati ne'mat. Qabr oxirat manzilining birinchi bekati. Agar shu bekatda muvaffaqiyatga erishsak, najotga yetdik. Agar muvaffaqiyatsizlikka uchrasak, birodarlar, afsus nadomatda qoldik. Mo'min va kofirning qabrdagi ahvoli. Bu ikkisi hadis teng bo'lmaydi. والرب أدعو مخلصا أنت رجائي أبغي إلهي جنة فيها هنائي